Atrof muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy rivojlanish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biridir. Shu maqsadda Vazirlar Mahkamasining joriy yil 11-maydagi 234-son qarori bilan atrof muhitga ta'sirni baholash hamda ekologik ekspertiza tizimini takomillashtirishga qaratilgan yangi mexanizmlar joriy etildi. Mazkur yangiliklarning mazmun-mohiyati matbuot anjumanida jamoatchilikka taqdim etildi. Bugungi kunda har bir yirik loyiha atrof muhitga qanday ta'sir ko'rsatishi oldindan baholanmoqda. Ana shu jarayonlarni yanada takomillashtirish maqsadida ekologik ekspertiza va atrof muhitga ta'sirni baholash tizimida yangi mexanizmlar joriy etildi. Davlat ekologiya ekspertizasi to'liq raqamlashtirildi. Hozirgi kunda xabarlaringiz bor, raqamlashtirish tizimi bizani o'sha ekoservis.uz degan platformamiz orqali o'tadi. Mana shu o'tayotganda o'ziga yarasha yana inson omili qismlari bor edi, lekin bugungi kunda biz o'sha nima bilan Koreya davlati bilan birgalikda Italiya davlati bilan sun'iy intellektga o'tish masalalarini ko'rib, biz buni to'liq raqamlashtirishni masalasini 234-qarorimizda mo'ljallashtirdik va bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Sistema to'liq raqamlashtiriladi. Yangi tizim loyihalarni xavflilik darajasiga qarab baholash, skrining va skoping bosqichlarini joriy etish, uglerod izi hamda issiqxona gazlari emissiyasini hisobga olish kabi xalqaro yondashuvlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, jamoatchilik ishtiroki kengaytirilib, loyiha ishlab chiqaruvchilarning mas'uliyati yanada kuchaytirilmoqda. Avvalo, mana shu qarorni qabul qilinishiga olib kelgan muhim omillarni hammamiz yaxshi bilamiz va shunday muhim omillardan biri daraxtlarni noqonuniy tarzda ko'chirilishi yoki kesilishi masalasi hisoblanadi. Markaz tomonidan so'nggi mana shu 1 yil davomida bu masala bo'yicha qancha nazorat tekshiruvlar o'tkazildi. Qisqa qilib aytganda, biz mana shu 1 yilda qancha daraxtlardan ayrildik, shahardagi, poytaxtdagi va nechta holatda ularga nisbatan javobgarlik choralari ko'rildi. 2026-yil davomida mana shu bugunga qadar 2026-yilda 1700 ga yaqin holat aniqlangan. Shundan 220 tasi, ya'ni mansabdor shaxslarga to'g'ri kelyapti. Huquqbuzarlik holatlarini va umuman olganda holatlar bo'yicha 16 milliard so'mga yaqin jarimalar belgilangan. Va shuningdek, zarar holatlari ham aniqlangan, ya'ni 49 milliard so'm miqdorida tabiatga o'simlik dunyosiga yetkazilgan zararlar aniqlangan. Ushbu mexanizmlar tadbirkorlar uchun ham qator qulayliklarni yaratadi. Xususan, ekologik ekspertiza bo'yicha murojaatlar elektron shaklda qabul qilinadi. Jarayonlar yanada shaffoflashadi va loyiha toifasiga mos talablar qo'llaniladi. Risolat Abdumo'minova, Asror Ibrohimov, Yoshlar.